O'zbekistonda hech qaysi usta qila olmagan ish, life hack ustalariga. Nima deydi? Butun O'zbekistonda gazoblok obordini yig'adigan ustalarga vizib desa ham bo'laveradi buni. Bu qolipimiz mana yig'ilgan. Umuman ichida suv quyib qo'yganmiz mana. Umuman oddiy suv mana. Mana choklari bu oqarib turgan joylari bu kraska sepilganda o'tib qolgan, hech qanaqa choklari yamalmagan hech narsa bilan. Shunchaki qolipni yig'ib qo'yganmiz. Qolipga suv quyib qo'ydik mana. Bironta suv oqqan joyi yo'q. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Qani butun O'zbekiston ustalariga $200, $220 dan qolip yig'ay turgan ustalarga o'xshim katta vizif. Bu qolipimizning narxi $300 turadi. Sababi shunaqangi aniq tiniq yasalgan, o'ta qattiq mehr berilgan qoliplarimizga. Qoliplarimizni tagi asosiy gazoblok sohasidan ham ko'rsatsak mana. Mana shu paddon deydigan bo'lsak, yurganda ozgina